Ringda yorqin grim va ayollarga xos qadam tashlab chiqqan bu jangchini ko'rib, tomoshabinlar hayajon bilan hayratda qolishdi. Ammo Tailandda bunday holatlar kam uchramaydi. Transgender sportchi o'zlari xohlagan raqib bilan jang qilishni tanlashlari mumkin. O'sha kechada taqdir Bunchayni 17 yoshli Jo Larpxor bilan uchrashtirdi. U allaqachon qattiqqo'l va murosasiz jangchi sifatida tanilgan edi. Ilk soniyadayoq Bunchay masofani saqlashga, oyoq zarbalari bilan hujum qilishga urindi. U o'zini ishonchli ko'rsatardi, ammo Jo tezda vaziyatga moslashdi va haqiqiy xaos boshlandi. Klinch paytida ular hatto hakamni ham yiqitib yuborishdi. Shundan keyin esa ringda to'fon boshlandi. Bunchayning grimi ter va qon ichida yo'qoldi. Uning himoyasi esa ish bermay qoldi. Ikkinchi raundda Jo yanada hujum boshladi. Raqibasiga seriya zarbalarni yo'llardi. U hech qanday rahim-shafqat nimaligini bilmasdi. O'zi bunaqa jangchilarga men ham bo'lganda rahim-shafqat qilmasdim. Buncha esa unga qarshi hech narsa qila olmadi. Ammo u hech bo'lmaganda ayollar orasidagi yengil titulni emas, balki erkaklar bilan jang qilishni tanladim deb o'zini oqlab qo'ydi. Do'stlar, bu borada sizning fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.